Erdo'g'onni kim deb bilamiz? U musulmonlarga xalifami? Yo Usmoniylar merosini davom ettirayotgan sultonmi? Yoki dunyoviy Turkiya Respublikasining konservativ prezidenti xolosmi? Balki faqat martaba ortidan quvgan manfaatparast bir shaxsdir. U diktatormi yoki demokratmi? Biz uni qo'llab duo qilaylikmi yoki unga qarshi turib badduo qilaylikmi? Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning siyosiy yo'lini ko'rib chiqishga bag'ishlangan ushbu turkumga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Men bu sonlarda imkon qadar xolis va asosli tahlil qilishga harakat qilaman. Gap faqat hokimiyat tepasiga kelgan siyosatchi haqida emas. Gap tarixning burilish nuqtalarini belgilagan ulkan jarayonlar haqida. Sharq va g'arb mutafakkirlari tomonidan o'ylab topilgan g'oyalar amalda sinovdan o'tdi va bu g'oyalarning eng qizg'in maydoni Erdo'g'on tajribasi bo'ldi. Erdo'g'on juda bahsli shaxs. Uning atrofida odamlarning fikrlari dushmanlik va ko'kka ko'tarib ulug'lashning har ikki chekkasida to'plangan. Turli oqimlar, turli qarashlardan. Bu tahlil bir necha sonlarga bo'linadi, uzun bo'ladi, ko'p ma'lumot va diqqat talab qiladi. Unda men quyidagi mavzularni ko'rib chiqaman. Xalifalik timsoli bo'lgan Usmoniy davlatining qulashi va unga qaratilgan fitna. Turkiyada keskin dunyoviy tuzumning islomga qarshi olib borgan urushi. Islom olamida xalifalikni tiklash yoki hech bo'lmaganda dunyoviy zulmni kamaytirish yo'lida olib borilgan harakatlar. Erdo'g'onning o'zidan oldingi islomiy siyosatchilar xatolaridan qanday saboq olib, siyosiy maydonda o'yinni puxta o'rganganlik sirri. Sovuq urushdan keyingi davrda G'arbning islom olamiga doir strategik nazariyalari va Erdo'g'onning bu tizimda qanday foyda chiqarishi. Hokimiyat qo'lga kiritilgandan so'ng uni saqlab qolish uchun olib borgan kurashlar. Erdo'g'on kim? Xalifami, sultonmi, dunyoviy prezidentmi yoki diktatormi? Yoki bularning barchasimi? Yoki birortasiga ham to'liq mos kelmaydimi? Arab dunyosining Erdo'g'onga rasmiy yondashuvi va xalq orasidagi munosabat, ayniqsa islomiy kuchlarning qarashi. Va nihoyat, bu tajribaga qo'yiladigan tanqidlar. Xalifalikning ag'darilishi. Usmoniy davlati kamchiliklari bor edi, lekin ko'pchilik nazarida eng yaxshisi ham shu edi. Xuddi undan oldingi Umaviylar, Abbosiylar va boshqa islomiy davlatlar singari. Ular shariat bilan hukm qilgan, islomni yoygan, musulmonlarni himoya qilgan saltanatlar edi. Ammo ular ham merosiy monarxiyaga aylandi. Muaviya o'g'li Yazidni voris qilgan paytdan boshlab, Roshidin boshqaruv o'rnini yana qadimgi qirollik usuli egalladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asos solgan adolatli boshqaruv uzoq davom etmadi. Podshohlar ham odam, yaxshilik ham, yomonlik ham bor. Ba'zi odamlar katta gunoh qilsa ham ibodatini tark etmagani kabi, ko'plab xalifalar ham xatolar qilgan, qon to'kkan, haromlarni buzgan, lekin ular baribir islom hukmini yurgizgan. Ilmni qo'llab-quvvatlagan va davlat miqyosida adolatini ta'minlashga harakat qilgan. Shuning uchun tarixni ham, insonlarni ham oq va qora bo'lib ajratib hukm qilish xato. Ha, zulm bo'lgan. Ha, hokimiyat uchun qon to'kilgan. Ammo shu bilan birga islom himoya qilingan, adolat o'rnatilgan, jamiyat yashagan. Bugungi zamonga qarang. Demokratiyaning bosh targ'ibotchisi Amerika ham o'zini erkinlik timsoli deb biladi. Ammo uning zulmlarini, ikkiyuzlamachiligini sanashga necha to'mlar kerak. Baribir ular tizim eng yaxshisi, amalda kamchilik bo'ladi deyshadi. Biz ham aytamiz, islom mukammal. Uni tatbiq etayotganlar esa kamchilikli. Islom davlati doimiy kurash. Islom davlati sahobalar davridan buyon doim sinovda. Fitnalar, isyonlar, botiniy to'dalar, qaromitalar, xashshosiylar, fotimiylar deb atalgan raqib Shia davlati, so'ng mo'g'ullar, tatarlar, salbchilar. Ammo Allohning izni bilan islom davlatini butunlay yo'q qilish olmadi. Nomlar o'zgardi, ammo mohiyat yashadi. Sulton bor edi, zakot yig'ilar, shariat bilan boshqarilar, vaqflar jamiyatga xizmat qilardi. Toki bir payt sivilizatsiyalar muvozanati o'zgardi. G'arb uyg'ondi, musulmonlar zaiflashdi va katta fitna eshikni qoqdi. Usmoniylarning buyukligi va qulash sababi. Usmoniylar ulkan ishlar qildi, hatto avvalgi davlatlardan oshdi. Qustantiniya fath etildi, Sharqiy Yevropa egallandi, Vena darvozasigacha yetildi.
Lekin Ibn Xaldun aytganidek, davlatlar inson kabidir. Kuchga to'ladi, keyin qarib yemiriladi. Ichki zaiflik kuchaydi. Birinchi jahon urushida harbiy qulash keldi. Bu safar dushman kuchli edi. Yevropaning razvedka tizimi ancha rivojlangan, sivilizatsiya farqi g'arb foydasiga o'zgargan, xalq bilan hokimiyat o'rtasi uzoqlashgan. Bundan tashqari, asrlar davomida Yevropada yashirin jamiyatlar orqali ta'sir kuchaytirgan yahudiy guruhlar 1789 Fransiya inqilobidan so'ng bir necha davlatlarda siyosiy kuchga aylandi. Usmoniylar qanday bo'lib parchalandi? Bu savolga eng yaxshi javoblardan biri Ruminiya elchisining kitobi. Usmoniy davlatini bo'lib tashlashga doir 100 loyiha. 1281-1913 yillar. Shakib Arslon uni qisqartirib sharh qo'shgan. Yevropa fanatizmi yoki islomiy fanatizm. Kitobni o'qish oson emas. 100 ta fitna. Salb yurishlaridan Usmoniylar davlati qulashi oldidan 10 yilgacha. Kitobni o'qigan kishi shuni his qiladi. Yevropaning yagona g'ami musulmonlarni yo'q qilish, avval nasroniylashtirish, keyin dunyoviylashtirish. Musulmonlar kurashdi, ba'zan yiqildi, keyin yana turdi. Ammo oxirgi zarba eng og'iri bo'ldi. Va mana o'sha fojianing ustidan bir asr o'tdi. Usmoniylar davlati ichidan yemirila boshlashi esa aslida 17-asrdan boshlandi. Sultonlar va saroy ahli boylik va lazzat botqog'iga botdi. Buni ko'z bilan ko'rmoqchi bo'lganlarga men Istanbuldagi Topkapi saroyi, Do'lmabahcha saroyi va boshqa ochiq saroylarni ziyorat qilishni tavsiya qilaman. Muhammad Fotih davrining soddaligi va qanoatdan boshlab Yevropaliklar bilan hashamatda musobaqalashish darajasigacha qanday o'zgarish bo'lganini bu saroylar juda ravshan ko'rsatadi. Birinchi bo'lib fathni davom ettirishga bo'lgan harakatlar susaydi. Holbuki fath Yevropaning o'rtalarigacha yetib borgandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: bir qavm jihodni tark etsa, Alloh ularni umumiy azobga giriftor qiladi. Boshqa bir hadisda esa Alloh sizlarga xorlikni musallat qiladi, to sizlar diningizga qaytmaguningizcha uni sizlardan ko'tarmaydi. Shuning uchun ham kengayish to'xtasa, qisqarish boshlanadi. Shu yo'sinda ruslar, serblar ayrim hududlarni tortib oldilar. Usmoniylar esa janglarda xatolar qilmay, qarshilik ko'rsatishda davom etgan bo'lsalar ham, urushlar yangi yurtlarni zabt etish uchun emas, balki ilgari olingan yerlarni qaytarib olish uchun olib borildi. 18-asrda ruslar va avstriyaliklarga qarshi bir necha urushlar bo'ldi. Musulmonlar ba'zan g'alaba ham qilganlar, ammo oxir-oqibat ruslar ichki fitna rejasiga qo'l urgan holda davlat ichidagi nasroniylarni qo'zg'atishni boshladilar. Ayni paytda G'arb ilm-fanda katta qadamlar tashlayotgan edi. Musulmonlar esa urushlardan bosh ko'tarmay qolgandi. Islohotlar nomi bilan Usmoniylar Yevropadan boshqaruv, iqtisod, madaniyat va ijtimoiy tizimlarni olib kela boshladilar. Bu tizimlar bilan birga ular sezmay turib, dunyoviylik madaniyatini, mag'lublik va kamlik tuyg'ularini ham import qildilar. Davlat ketma-ket harbiy mag'lubiyatlarga uchradi. G'arb davlatlari hammasi birlashib, turli diniy ozchiliklar orqali Usmoniylar ichida yashirin uyalar tuzishdi. Afsuski, shu bilan birga ayrim sultonlar bu krizislarga qaramay hashamatli hayotdan voz kechmadilar. Saroy ichida fitnalar, suiqasdlar avjiga chiqqan pallalar edi. 1721-yilda Istanbulda birinchi masonlar, Freemasonlar uyi tashkil etildi va keyin ularning soni ko'paydi. Ular ta'sirli shaxslarni, ziyolilarni o'zlariga tortdilar. Masonlar Yevropada, Amerikada va Usmoniylar davlatida bir vaqtning o'zida ateizm, dinsizlik g'oyalarini tarqatish bilan shug'ullandi. Zamonaviy davrning mafkuraviy xaritasini chizgan liberal, kommunist, irqchi, millatchi, buzuqchilik tarafdori mutafakkirlarning deyarli barchasi masonlar uyining a'zolari bo'lgan. Dindorlikdan yiroq barcha mafkuralar ana shu yerda pishar, davlatlar va jamiyatlarni qayta shakllantirish rejasi tuzilardi. Bu masonlarning yashirinmas ochiq faoliyatlaridan bir qismi edi. Shu bilan birga do'nma yahudiylari deyiladigan bir toifa ham astoydil harakat qilardi. Ular Usmoniylar davlatining yahudiy fuqarolari bo'lib, o'z yahudiyligini yashirib, tashqi tomondan musulmon bo'lib ko'rinar, aslida esa islomni ichidan yemirishga intilardi. Ularning hikoyasi 17-asrda Shabtai Zavi ismli yahudiyning o'zini najotkor Masih deb da'vo qilgan davriga borib taqaladi. Butun dunyo yahudiylari unga ergashdilar. Qatl qilinishdan qo'rqib, u islomni qabul qilganini e'lon qildi. Ammo uning izdoshlarining maqsadi yashirincha o'z fikrini davom ettirish bo'ldi.
Aytishlaricha, mana shu toifa Usmoniylar davlatida masonlar uylarini ochishda va millatchilik g'oyalarini davlatga singdirishda eng faol rolni o'ynagan. Bu ishlarning barchasi G'arb tomonidan yashirin yoki oshkora qo'llab-quvvatlangan. Shu sababli tarixdagi mashhur dunyoviy arboblarning ko'pi, balki hozir ham biz faqat musulmon ismi bilan taniydigan, aslida esa yahudiy bo'lgan shaxslar bo'lishi mumkin. 1876-yilda Abdulhamid II taxtga o'tirdi. O'sha paytda davlatga bemor odam degan laqab berilgan edi. Yirtqichlar uning jasadidan ulush olishga navbat kutib turgandilar. To'rt tomondan urushlar, ichkaridan xiyonatlar, ayrim hududlar bo'linib chiqib, dushman bilan ittifoq tuzmoqda edi. Shu bilan birga sionistik harakat paydo bo'ldi. Ular bemalol xalifaga kelib, Falastinni sotib olishni taklif qilishdi. Uning bu taklifni qat'iy rad etgani ma'lum voqeadir. Uning davrida masonlik ham kuchli sakrash qildi. Yosh turklar harakati aynan masonlarning shiorlarini ko'tarib paydo bo'ldi. Qizig'i, ushbu harakatlarning birinchi markazlari Parij va Berlin shaharlarida tashkil qilinib, keyin Usmoniylar davlatiga yoyildi. Ularning rejasi Usmonli armiyasi zobitlari orasida yashirin qanot hosil qilish edi. Bu qanot Ittihodi Usmoniy deb atalgan. Ular sultonga ochiq qarshi chiqardi va g'arbga ochiqcha ergashishni o'zlari uchun uyat deb bilmasdi. 1906-yilda yosh turklar o'sib borgan harbiy tashkilot bilan qo'shilib, Ittihod va Taraqqiy nomli yangi jamiyatga aylandi. Maqsad masonlar Fransiya va Amerika inqiloblarida qo'llagan usullarni takrorlash, zobitlar va siyosiy moliyaviy elita orqali davlatni qo'ldan olish edi. Abdulhamid sulton bu jamiyatlarga qarshi kurashdi. U islom ittihodi g'oyasini ko'tardi, ammo unga quloq tutadiganlar kam edi. Arablar tarixlarining eng zaif pallasida edilar. G'arbning fitnalari esa jamiyatning har qatlamiga kirib borgandi. Arab ziyolilari ham Parijda Arab Fatosi jamiyatini 1911-yilda tuzdilar. Mana shu masonlar uylaridan arab millatchiligi g'oyalari tarqaldi. Oradan 2 yil o'tib Arablar konferensiyasi chaqirildi. Damashqda ham emas, Qohirada ham emas, Bag'dodda ham emas, yana Parijda. 3 yil o'tib esa Hijozda arablarning katta qo'zg'oloni boshlandi. Sharif Husayn Yevropadan mustaqillik va xalifalik va'dasini olib, xalifaga xiyonat qildi. Ular uni ham, u esa arablarni ham sotdi. Natijada xalifalik hamma uchun yo'qoldi. Istanbulga qaytamiz. Ittihod va Taraqqiy Abdulhamidni majburan konstitutsiyani o'zgartirishga majbur qildi va davlat tizimini tubdan o'zgartirdi. Nihoyat 1909-yilda ular sulton saroyiga kirib bordilar va unga o'qib berib taxtdan tushirish qarorini topshirdilar. Bu qarorni Abdulhamidga qo'ldan yetkazgan shaxs Salonik masonlar uyi rahbari bo'lgan Yahudi Emanuel Karasu edi. Abdulhamid esa aynan masonlikning markazi bo'lgan Salonikka surgun qilindi. Bugun u Gretsiya hududida. Men sizlarga hozirgacha aytganlarimning barchasi dunyoviy tarixchilar va masonlarning o'z manbalarida ochiq yozilgan haqiqatlardir. Bu ular uchun yashirin gap emas, balki ular faxrlanadigan tarix. Bu fitna, afsona, paranoyadir deganlar faqat o'qishmaydi xolos. Endi mana sizga bir kutilmagan haqiqat. Bugun Usmoniylar davlatiga nisbatan yopishtirilayotgan ko'plab jinoyatlar aslida Ittihod va Taraqqiy hamda do'nma yahudiylari qo'lidan chiqqan. Masalan, armanlarning ko'chirilishi ularning rejalari bo'lgan. Suriya va Shomdagi arablarni ta'qib qilish, arablar, cherkeslar, kurdlar armanlarni majburan turklashtirishga urinishi ularning ishidir. Jamal Posho, Jallod Jamol deb atalgan shu kishi avval Iroqni, keyin Suriyani boshqargan, hatto Misrni ham egallashga urinib ko'rgan. Ko'pchilik arablar bugun ham uni Usmoniylar zulmining timsoli deb biladi. Ammo ular bilmaydilar. Jamal Posho aslida ittihodchilar zobiti bo'lib, Abdulhamidga qarshi uyushtirilgan har bir fitnada qatnashgan. Shunga qaramay, hanuzgacha arab darsliklarida va tarixiy seriallarda bu jinoyatlar Usmoniy zulmi sifatida ko'rsatiladi. Holbuki ular xalifa va xalifaning eng ashaddiy dushmanlari edi. Achchiq kulgi shundaki, xoinlar har doim bitta dushmanga xizmat qiladilar, lekin bir-birlari bilan ham kurashaveradilar. Masalan, yosh turklar ham, arab fatos ham Yevropadagi masonlar qo'lida tarbiyalangan. O'sha bir ustoz, o'sha bir markaz, bir xil shiorlar, faqat bittagina farq bor. Birinchisi turk millatchiligini, ikkinchisi arab millatchiligini ko'targan. Ikkisi ham xuddi shunday mutaassiblik va nodonlik bilan harakat qilgan. Keyin bir-biri bilan jangga kirishib, baribir bir xil tuzoqqa tushganlar. Hozir ham xuddi shunday.
Bugun Turkiyadagi Otaturkchi Respublika Xalq partiyasi (CHP) arab dunyosidagi nasrchilik, ba'schilik va boshqa millatchilik oqimlarining to'liq aksi, lekin ayni mustamlaka mafkurasining boshqa ko'rinishi. Tarixga qaytamiz. Abdulhamid ag'darilgandan keyingi voqealar hammaga ma'lum. 1914-yilda Birinchi jahon urushi boshlandi va holdan toygan Usmonli davlati unga qo'shilishga majbur bo'ldi. Ular bilmas ediki, bu urush davlatning so'nggi poyonini belgilab berardi. Urush davomida Ittihod va Taraqqiy safiga mansub bo'lgan bir zobit bor edi. Ismi Mustafo Kamol. U fitna qatlamining eng orqa safida bo'lib, hech kim unga e'tibor qaratmasdi. Tarixchilarning taxminiga ko'ra, u ham do'nma yahudiylaridan bo'lgan, ya'ni aslida yahudi, ismi esa Mustafo edi. Tasavvur qiling, bu zobit puxta reja asosida muntazam ravishda lavozimlarda ko'tarilardi. So'ngra u Chanoqqala, inglizcha Gallipoli deb ataladigan jangga boshchilik qilish darajasiga yetkazildi va Fransiya, Buyuk Britaniya hamda ularning Avstraliya kabi mustamlakalaridan kelgan qo'shinlarni to'xtatib qoldi. Hatto shubhalar ham bor. Go'yoki ular Mustafo Kamol bilan oldindan kelishib, qo'shinlarni ataylab chekinishga, o'zlarini mag'lub bo'lgandek ko'rsatishga rozi bo'lishgan, toki u harbiy va milliy qahramon maqomini olsin. Sizlarga Mel Gibson bosh rolini ijro etgan Gallipoli filmini tomosha qilishni maslahat beraman. Film oxirida ingliz ofitserlari askarlarga butunlay nodon buyruqlar bergani, ularni qurbonlikka tashlagani va natijada barcha behuda halok bo'lgani ko'rsatiladi. 1918-yilda Birinchi jahon urushi tugadi va g'arb qo'shinlari xalifalik poytaxti Istanbulni bosib oldi. Shu tariqa Bag'dodning mo'g'ullar qo'liga tushishi yoki Quddusning salibchilar tomonidan bosib olinishi kabi yangi bir fojia boshlandi. Bosqinchilar darhol kasal odam deb atalgan bu davlat tanasini bo'lib tashlashga kirishdilar. Arab yurtlarini Fransiya, Angliya va Italiya o'rtasida taqsimlab oldilar. Bu turklardan ozod qilamiz deb arablarni aldab, keyin sotib ketganlarining isboti edi. Sulton Muhammad Vahdeddin zaif taxtda o'tirardi. Dushman esa mamlakatni bosib olgan edi. Uni Sevres shartnomasiga imzo qo'yishga majburladilar. Bu hujjat davlatni parchalab tashlagan edi. Ammo rejaning navbatdagi qismi uchun o'rniga keladigan qahramonni sahnaga olib chiqish lozim edi. Shunda Mustafo Kamol chiqib qarshilik e'lon qildi. Biroq u Fransiya, Britaniya yoki Italiya bilan kurashmadi. Xudo saqlasin. U faqat urush paytida ayrim hududlarni ishg'ol qilgan zaif Gretsiyaga qarshi jang qildi. G'arb davlatlari esa kuzatib o'tirdi, toki u milliy qahramonga aylansin. Sulton esa hech narsaga ojiz edi. Jang yakunlangach, ular greklarga kelib Mustafo Kamolga hokimiyatni topshiring deb aytdilar. Sulton Muhammad taxtdan ag'darildi va uning o'rniga Abdulmajid qo'yildi. Maqsad Lozanna shartnomasiga imzo qo'yish. Bu shartnoma orqali Usmonli yurtlari g'arbga topshirildi va faqat Turkiya qoldi. Ular imzo qo'ydirdilar, so'ng Abdulmajidni ham ag'dardilar. 1923-yil oktyabr oyining oxirida Mustafo Kamol o'zini Turkiya Respublikasining prezidenti deb e'lon qildi. Xalq esa haligacha mag'lubiyat va bosqinchilikning og'ir zarbasi ostida edi. Norozi bo'ladimi yoki quvonadimi bilmasdi. Ularga bo'lgan voqealarning hammasini shunday ko'rsatishdi. Bu g'arbga qarshi kurashda zaif xalifaning mag'lubiyati, ichki xiyonat emas. So'ng ular Mustafo Kamolni qutqaruvchi qahramon sifatida taqdim etdilar. Oddiy odam bundan ortiq nimani xohlaydi? Endi bu qahramon ularni orqaga tortuvchi barcha diniy va tarixiy merosdan xalos qilishi kerak edi. Shu bahona bilan so'nggi xalifa surgun qilindi, butun Usmoniylar sulolasi bilan birga. Keyin Mustafo Kamol keng targ'ibot ishiga kirishdi. Juma kuni minbarga chiqib go'yo shayxdek xutba o'qirdi. Ulamolar bilan birga suratga tushdi, duo qildi, fotihalar o'qidi. Xalq esa amin dedi. Har safar safarlarda rafiqasi Latifa xonimni hijob va jilbobda yonida olib yurardi. Shu qadar aldandilarki, Turkiya Buyuk Millat Majlisi parlament uni mo'min prezident deb xalifalikka bay'at qilishga qaror qildi. Ammo u biroz kutinglar dedi. Oldida atigi 5 oy bor edi, tarixni qaytadan yozib chiqish uchun. Hindistonlik birodarlarimiz ham xuddi shunday g'aflatda edi. U yerda joylashgan Hind ulamolari jamiyati Britaniya mustamlakasidan qutulish va Mustafo Kamolga sulton hamda xalifa sifatida sadoqat bildirishni istardi. Hind jamiyati Misrdagi ba'zi ulamolar bilan birga Mustafo Kamolga rasmiy murojaat tayyorladi. Birinchi bandda shunday deyilgan edi:
Eng buyuk mujohid Mustafo Kamol Pasho bizlarni asir bo'lgan musulmonlarni tafriqadan himoya qilish uchun xalifalikni qabul qilishingiz shart. 3-bandda esa biz hindlar, misrliklar bilan, hijozliklar bilan, hatto suriyaliklar va iroqliklar bilan ham hamkorlik qila olmaymiz. Chunki ular ham biz kabi asirdirlar. Shu bois ularda fikr bildirish huquqi ham yo'q. O'sha vaqtda barcha musulmon yurtlari ingliz yoki fransuz bosqini ostida edi. Tasavvur qiling, shunga qaramay Mustafo Kamol rad etdi. Dunyoda biror hukmdor bormi? Boshqa xalqlar kelib unga sadoqat bildirsin, o'zlari boshqarsin deb yolvorsin, u esa rad etsin. Nihoyat Mustafo Kamol hammaning umidlarini barbod qildi. Prezidentlikni qo'lga olganidan 5 oy o'tib, 1924-yil 24-mart kuni Turkiya endi Yevropa uslubidagi respublika bo'ladi. Ya'ni Usmonlilar urushgan dushmanlar izidan ketadi deya e'lon qildi. So'ng xalifalikni bekor qildi. Musulmon va arab xalqlari-chi? Uni sulton deb bay'at qilishga kelgan, bosqindan ozod etishini istagan barcha qardoshlar o'z taqdiriga tashlab qo'yildi. Arablar xoh o'zini ziyoli deb bilgan millatchilar bo'lsin, xoh g'arbga sotilgan ba'zi badavlat bedinlar bo'lsin, Usmonlilarga qarshi kofir g'arb bilan ittifoq tuzgan edilar. Endi esa ular o'zlarini bosqinchi rahmiga tashlab qo'yilganini bildilar. Ular armiyasiz, davlat va idorasiz, harbiy tizimsiz, iqtisodiy kuchsiz edilar va qo'llarida bosqinchiga qarshi kurash uchun miltiqlardan boshqa hech narsa yo'q edi. Bosqinchi esa chiqib ketar ekan, Mustafo Kamolniki yoki undan-da yomon dunyoviy hukumatlarni orqada o'rnatib chiqdi. Turkiyada esa mutaassib dunyoviylik urushi boshlangandi. U paytda bosqinchilik ostida ezilgan musulmon xalqlar hali halokatli urushdan chiqqan edilar va shokni endi boshdan kechirayotgandilar. Menimcha aynan shu davrda musulmonlar boshiga kelgan falokat xalifalikning qulashi shoki edi. Va shu shok ta'siri ostida xalqlar o'ziga kelib ulgurmasidan kimdir islomiy hukmni, shariatni, islom axloqini muzeyga joylashtirishga oshiqardi. Mustafo Kamol aynan shu rejani qulashi arafasidagi xalifalik poytaxtida bajardi. Yevropa bosqinchilari esa qolgan musulmon mamlakatlarda ayni rejani davom ettirardi. Bugun ham Mustafo Kamolning g'arbga bo'lgan itoatkorligini oqlashga urinayotganlar avval Sevres va Lozanna shartnomalarini yana bir bor o'qib chiqsalar yaxshi bo'ladi. Chunki Usmonlilarni g'arb davlatiga aylanishga, islomga qarshi kurashishga hech kim majbur etmagan. Bu shartnomalar Yaponiya 2-jahon urushida taslim bo'lgandan keyin qabul qilgan shartlar kabi tahqirli emas edi. Ha, albatta g'oliblar Usmonlilar va nemislarni xo'rladilar, taladilar. Ammo qarang, shu tahqir nemis xalqining qalbida qanday iz qoldirdi? Atigi 20 yil o'tib Gitler xalqni o'zi bilan qo'shib qo'zg'atdi. Tarixda Mo'g'ullardan tashqari tengi yo'q yovvoyi kuchga aylantirdi va u xalq dunyoning barcha yirik imperiyalarini 2-jahon urushida larzaga soldi. Ammo Mustafo Kamol va uning to'dasi buning teskarisini qilish vazifasini olgan edi. Ular tashqi tahqirni ichkarida qo'llab, bu xalqning madaniyatiga va diniga qarshi kurashardilar. Gitler esa o'z xalqiga ular tanlangan xalq ekanini, insoniyatdagi eng rivojlangan o'riylar nasldan kelib chiqqanini isbotlash uchun tarix yoki soxta ilmda bo'lgan har qanday afsonani izlab yurardi. Ammo Mustafo Kamol haqiqatdan millatchi bo'lsa ham, uning vazifasi turk xalqining faxrlanadigan yagona omilini, ya'ni ularga ulug' Vizantiya imperiyasini qulatish va Yevropaning yarmini fath etish imkonini bergan islomni yo'q qilish edi. Uning o'zi esa go'yoki urushda yutuqlarga erishgan qahramon sifatida shiorlar bilan kifoyalanardi va xalqni o'sha yutuqlar bilan qo'shiq aytishga majbur qilardi. Ammo xalqning o'zi bo'lsa dinidan voz kechib tarixi bilan aloqani butunlay uzishi kerak edi. Agar u Yaponiya singari yo'l tutganida ehtimol bu qadar yovuz bo'lmasdi. Masalan, Yaponiya harbiy mag'lubiyatni qabul qildi, ammo bu og'riq ularni nemislar kabi nafratga solmadi. Ular ilgari harbiy sanoatga yo'naltirilgan kuchlarini texnologiyaga burdilar va qo'shnilarni bosib olish siyosiy ta'siridan voz kechib iqtisodiy maqsadlarga o'tdilar. Ya'ni yevropalik g'oliblar harbiy taraqqiyotni qo'yayotgan bir paytda Yaponiya esa ulardan texnologiyada hamma sohada o'zib ketayotgan edi. Ammo Mustafo Kamol yo mag'lub bo'lgan xalqning sha'nini Gitlerdek tikladi, yo uni bilim va texnologiya maydonida o'zini isbotlashga chorlagan Yaponiyadek yo'l tutdi. U faqat g'oliblarning qo'lida o'z yurtidagi islomni vayron qilish uchun ishlatilgan qurolga aylandi.
Va agar xalifalik poytaxti Damashq va Qohira kabi to'g'ridan to'g'ri bosib olinganida ham istilo Mustafa Kamol nomli bu odam qilganidek islomdan buncha qattiq qasos olmas edi, afsuski. Mustafa Kamol 6 asr davomida Usmonlilar tomonidan barpo etilgan turk xalqi bilan islom merosi o'rtasidagi aloqani uzishga shoshilardi. Mana ba'zi misollar. 1928-yilda qabul qilingan qarorga ko'ra arab alifbosidan lotin alifbosiga o'tildi. Natijada yangi avlod hech qanday eski usmoniy matnni o'qiy olmas va shubhasiz Qur'onni ham o'qiy olmaydigan bo'ldi. Mustafa Kamol bu ishni harf revolyutsiyasi deb atab, arab yozuvidagi barcha matnlarni yo'q qilish kampaniyasini boshladi. Ishoning yo'q, arab harflaridan foydalanganlar o'lim jazosiga hukm qilinar darajaga yetdi. Va bu ilmiy dushmanlikning naqadar kuchli bo'lganini ko'rasiz. Butun Usmoniy hujjatlar arxivi qayta ishlanadigan qog'oz sifatida kim istasa sotilishi loyihasi boshlandi. Narxi 1 kilogrammiga 3 qurush xolos. Qo'shni Bolgariya 50 tonna ana shunday qog'ozni sotib olishga qaror qildi va unda nima borligini bilmasdi. Keyin bilib qolishdi. Ular 1,5 million hujjat sotib olishgan ekan va bu hujjatlarda zamonaviy Usmoniy tarixi to'la edi. Ularni bebaho xazina deb saqlab qolishdi. Tasavvur qiling, yaqinda Vatikan aynan arman nasroniylarni ko'chirish bilan bog'liq bo'lgan ba'zi hujjatlarni Bolgariyadan millionlab pullarga sotib oldi. Mana sizga dindan va Usmoniy merosidan nafratga to'lgan dunyoviylarning qanchaga borishini ko'rsatadigan ahmoqlik. Yana bir nafratli qaror. Arab tilida azon aytishni taqiqlash. Imom xatib maktablarini yopish. Minglab masjid, xonaqoh va diniy vaqf tashkilotlarini yopish. Davlat muassasalarida ayollarni hijobdan voz kechishga majbur qilish. Erkaklarni Yevropacha shlyapa kiyishga majburlash. Ta'lim dasturlari butkul g'arbona qilib o'zgartirildi. Haftalik dam olish Yahudi va nasroniylar dam oladigan shanba va yakshanbaga o'tkazildi. Hijriy taqvim o'rniga milodiy taqvim qabul qilindi. Jinoyat kodeksi Italyan qonuni, fuqarolik kodeksi esa Shvetsariya qonuni asosida belgilandi. Hattoki musulmon ismlarini qo'yish ham taqiqlana boshlandi. O'z farzandiga Muhammad deb ism qo'ymoqchi bo'lgan turk musulmoni majburan bu ismni Mehmet deb buzib qo'yishga majbur edi. Tasavvur qiling. O'nlab boshqa qarorlar ham qabul qilindi va 1937-yilda konstitutsiyaga dunyoviylik prinsipi kiritilishi bilan ular yakunlandi. Bularning hammasi atigi 15 yildan kamroq vaqt ichida sodir bo'ldi. Tasavvur qiling, turk xalqi ko'z o'ngida bu ulkan o'zgarish sodir bo'lardi. Va bu o'rinda eslatish kerak. Mustafa Kamol 200lamachilik davri tugagach, o'zi dinga qarshi kurash va dunyoviylikni ochiq qo'llay boshladi. Uning hijobli rafiqasi davlatda hijobni yechgan birinchi ayolga aylandi va rasmiylarning xotinlari unga ergashdi. So'ngra butun mamlakatda ochiq-sochiqlik kengaydi. Mustafa Kamol har bir tadbirda kameralar oldida rafiqasi bilan raqs tushishni talab qilardi. Avval juma kuni xutba o'qirdi, keyin uni namoz o'qiydigan hech kim ko'rmadi. Aksincha minglab masjidlarni yopdi. Uning qizlari otasi vafotidan keyin ham hijobsiz yashadilar. Eng mashhuri Sabiha Gökçen, Turkiyada birinchi ayol harbiy uchuvchi bo'lgan va Istanbulning Osiyo tomonidagi aeroportga uning nomi berilgan. Endi o'sha davrga kengroq nazar tashlasak, Birinchi jahon urushidan so'ng aksar xalqlar davlat terrori to'lqinini qabul qilishga tayyor turardi. Kommunizm Rossiya va Xitoyda amalda joriy etildi. Haddan tashqari fashizm Italiyani yutdi va o'zini madaniyatli deb bilgan xalq bir aqldan ozgan Mussoliniga olqishlar ayta boshladi. Natsizm ham qisqa fursatda Germaniyada avj oldi. Gitler Mussolinidan demokratiyani qanday tez fursatda qo'rqinchli totalitar davlatga aylantirishni o'rgandi. Ispaniyada Franco ham ayni prinsiplarni qo'llab, ular bilan do'st edi. Amalda Yevropaning yarmi dahshatli diktatura ostida ezildi. Dunyoda eng yovuz bostirishlar sahnaga chiqdi. Odamlarni qullarga aylantirish uchun eng zamonaviy ilm ishlatildi. Hatto ularni ateizmga va taraqqiyot nomi bilan yangi xudolarga sig'inishga majbur qilishga qadar bordi. Hatto g'arbiy liberal lagerda kommunizm va totalitarizmni ko'rmagan, demokratiya, dunyoviylik va liberalizm shiori ko'tarilgan jamiyatlarda ham dunyoviylikni qo'llashga yangi talqinlar paydo bo'ldi. Liberalizm nomi bilan odamlarni shaxsiy hayotlarida ham majburlash mumkin bo'lib qoldi. Shu tariqa dunyoviylikning o'zi xuddi din kabi muqaddaslashtirildi. Va bu dunyoviy ekstremizm afsuski faqat ikki davlat konstitutsiyasiga kiritildi: Fransiya va Turkiya.
Ammo Fransiya hech qachon katolik diniy markazi bo'lmagan, balki asrlar davomida bid'atchilik va maxfiy iblisiy jamiyatlarning manbai bo'lgan davlat edi. Shu sababli inqiloblar undan g'arb mamlakatlariga tarqaldi. Ammo Turkiya islom markazi edi va dunyoviylik unga begona tushuncha edi. Tasavvur qiling, Vatikanning o'zi birdaniga shafqatsiz dunyoviy davlatga aylansa, bunday narsa ichki ijtimoiy harakat bilan bo'lmaydi. G'arbiy demokratik dunyoda armiya vazifasi faqat yurtni tashqi dushmanlardan himoya qilishdir. Ammo Turkiyada kamolchi dunyoviylikda armiyaning vazifasi ochiq-oydin dunyoviylikni himoya qilish edi. Ya'ni bir paytlar sharqda va g'arbda islomni yoyish va chegara qal'alarni himoya qilish uchun jihod qilgan fathlar armiyasi masonlik, to'nma yahudiylar va dunyoviylarning qo'riqchisiga aylandi. Endi ularning dushmanlari vizantiyaliklar, safaviylar, serblar, ruslar, vengerlar va bolgarlardan iborat emas edi. Ularning yangi dushmani dunyoviylikni istamagan musulmon xalqning ulkan qatlamiga aylandi. Mana shu terror orqali Mustafa Kamol go'yoki g'arbni quvib yetmoqchi bo'ldi. Endi tasavvur qiling, ajdodlarimiz atigi bir necha 10 yil oldin qanday ulkan fojiani boshidan kechirdilar. 1934-yilda Mustafa Kamol o'ziga Otaturk, turklarning otasi degan unvonni berdi. Hatto qonunda hech kimga bu laqabni qo'yish mumkin emasligi belgilandi. Ya'ni ko'ringki, qanday qilib o'zini ilohiylashtirish qonunlashtirildi. Oradan atigi 2 yil o'tib, sekulyarlik Turkiya konstitutsiyasida muqaddas tamoyilga aylantirildi. Bu narsani hatto aksar Yevropa konstitutsiyalari ham o'z matniga kiritmagan edi. 1938-yilga kelib Otaturkni jigar sirrozi qattiq yemirdi. Tabiblar uning dardiga davo qila olmay qolishdi. Hatto uning oxirgi kunlari haqida bir necha xil rivoyatlar mavjud. Istanbuldagi Dolmabahçe saroyida, Usmoniylar qurgan saroyda yotog'ida yotganida yomon oxirat bilan ketgani haqida turli gaplar aytiladi. Undan keyin esa islomga qarshi zulm va ta'qibni davom ettiruvchilar keldi. Men ham Anqarada uning maqbarasi Anit Kabirga bordim. U dunyodagi eng ulkan mozorlardan biri bo'lib, yakka Xudo timsolini mustahkamlash uchun qurilgandek taassurot uyg'otadi. Agar men uning mason bo'lganini bilmagan bo'lsam ham, bu mozorning har bir toshidagi mason tamg'asi erkin bunyodkorlarning izini ko'rib, bunga shubha qolmaydi. Otaturkning o'rinbosari bo'lgan Ismet Inonining qabr manzarasi ham shunday. U ham ayni shu joyda, ayni shu mozorda dafn etilgan. Islomga bo'lgan nafrat va keskinlikda u ham ustozidan kam emasdi. Ko'p bor bosh shtabni, hukumatni boshqargan, prezidentlik ham qilgan. 1973-yilda vafot etgan. Islomni qayta tiklash yo'lidagi urinishlar. Albatta, turk musulmonlarining ko'pchiligi diniga va tarixiga qilingan xiyonatni hech qachon qabul qilmadi. Mustafa Kamol 1924-yilda xalifalikni bekor qilish haqidagi qarorni chiqargach, Shayx Said Piran qo'zg'olon ko'tardi. Ammo qo'lida qurol ham, kuch ham yo'q edi. Bu faqat xalqning his-tuyg'ulariga tayangan qo'zg'olon bo'lgan. Shu sababli u Said Nursiydan qo'shilishni so'raganida Nursiy rad etdi va bu qo'zg'olon aka-ukalarning bir-birini o'ldirishiga olib keladi. Bu fuqarolar urushidir dedi. U qo'zg'olonga qo'shilmagan bo'lsa ham sekulyarchilar tomonidan hibsga olindi. Bordoga surgun qilindi va yillar davomida qamoqdan sudga, surgundan yana qamoqqa tashlab o'tkazildi. Shu bilan birga u mashhur Risola-i Nur asarlarini yozdi va dinsizlikka qarshi tinch kurash olib bordi. Hayotining so'nggi 10 yilligida Nursiy anglab yetdi. Siyosiy yo'l bilan islohot qilish imkonsiz. Bu ummatning boshiga kelgan fitna islom tarixida misli ko'rilmagan darajadagi kulfat edi. Hatto oxirgi Abbosiy xalifasining Mo'g'ullar qo'lida shahid bo'lishi, Quddusning salbchilar qo'liga tushishi, Andalusning qulashi, bularning birortasi xalifalikning o'zining butunlay yo'qolish darajasiga yetmagan edi. Xalifalik bir joyda susaysa, boshqa joyda yana charaqlab chiqqan. Ammo bu gal birinchi marta yer yuzida musulmonlarning hech bir tayanchi qolmadi. Barcha diyori bosib olingan, bo'lib tashlangan, poytaxtlari Muhammad Fotih Islom bo'l deb atagan shahar afsuski masonlik va sekulyarlik markaziga aylangan edi. Shunda Nursiy xalqni uyg'otishga, iymonni qalblarga qaytarishga kirishdi. Eng kami jamiyatda sekulyar to'lqinga qarshi turadigan, ertaga bayroqni ko'tarib ummatning izzatini qaytaradigan avlod yetishib chiqishini umid qildi. Bu Turkiyadagi kurash bo'lsa, arab o'lkalarida ham ingliz va fransuz mustamlakachiligiga qarshi kurash ketar edi. Ba'zi davlatlar mustaqilligini qisman qaytarayotgandi, lekin mustamlakachi hech bir mamlakatdan chiqmasdi.
toki o'sha mamlakatning harbiy va siyosiy elita qatlamlarini o'z madaniyatiga bosh egdirib, mag'lub ruhda tarbiyalab qo'ymas ekan. Xalifalik bekor qilinganidan 4 yil o'tib, uni qayta tiklash sari ilk jiddiy harakat Misrda yosh Hasan al-Banno boshchiligida Ikhvanul Muslimin, musulmon birodarlar tashkil etilishi bilan boshlandi. Ayni o'sha tashkilot bugun arab davlatlarining o'zida ham terrorchilar ro'yxatiga kiritilgan, afsuski. Al-Banno xalqni kuchli va izzatli holga qaytarish, 0 punktidan boshlab yana xalifalik qurish rejalarini tuzdi. Misr bo'ylab yurib, yoshlar uyushmalarini tashkil etdi, har birini kelajak poydevori sifatida ko'rdi. Bu fikr tezda boshqa islom mamlakatlariga yoyildi. Lekin hammamiz bilganidek, Al-Banno atigi 43 yoshida qatl qilindi. Sekulyar hukumatlar Ikhvonni quvib, yo'q qilishga urinib keldi. Zo'ravonlik masalasida har tomonning o'z rivoyati bor. Biz hozir bunga kirishmaymiz. Ammo oxir oqibat ayon bo'ldiki, ulug' maqsadlari bor edi. Ammo kuchlari juda kam edi. Bu nafaqat Ikhvon, balki qurol ko'targan yoki siyosiy yo'l tutgan barcha harakatlarning taqdiri bo'ldi. Arablar hali shokdan qutulmagan, biroq hali ham izzat tuyg'usi bor edi. Bugun Ikhvon qayerda? Xatolarini tilga olmay ham aniq bir narsani aytamiz. Endi ular zamon ruhidan butunlay uzilib qolgan. Sisi to'ntarishi va bir necha arab davlatlari tomonidan terrorchi deb e'lon qilinishidan so'ng na siyosiy sahnada bor, na kuch sifatida. Yana Turkiyaga qaytamiz. 21 yil davom etgan sekulyar zulmdan so'ng yagona hukmron partiya Otaturk asos solgan Cumhuriyet Xalq partiyasi edi. Undan ajralib chiqqan Adnan Menderes va safdoshlari Demokratik partiyani tuzdi. 1950-yilgi saylovda xalq ularni katta ko'pchilik bilan hokimiyatga olib keldi. Bu turk xalqining ko'pchiligi keskin sekulyarlikni rad etishini yaqqol ko'rsatdi. Menderes bosh vazir bo'ldi, iqtisodni ko'tardi, xalqning muhabbatini yanada qozondi. 1954-yilda ham yirik g'alaba qozondi. Turkiyani NATOga olib kirdi. AQSh bilan ittifoq qildi, ammo bular ham uni qutqara olmadi. 1960-yilga kelib Xalq partiyasi va Otaturkchilar yana fitna boshlashdi. Ayniqsa universitet talabalari orqali. Unga qo'yilgan eng katta tuhmat dehqonlarning diniy his-tuyg'ularini o'ynayapti. Dinni siyosatga qo'shmoqchi, xalifalikni qaytarmoqchi. Albatta ular uchun jinoyat edi. Armiya darhol harakatga tushdi. Menderes va vazirlarni hibsga olib, xalqdan yiroq bir orolda soxta sud o'tkazib, qatl qildi. Sekulyar zulm yana 10 yil xalq boshiga qaytdi. 1970-yilda muhandis Najmiddin Erbakan suvni yana to'lqinlantirdi. U Milliy nizom partiyasini tuzdi. Sekulyarlarga qarshi biroz konservativ yo'l tutdi. 9 oy o'tmay partiyasini yopishdi. Ammo u taslim bo'lmadi. 2 yil o'tib yana partiya tuzdi. Milliy salomat partiyasi. Parlamentga kirdi. 1974-yilda hukumat koalitsiyasiga ham qo'shildi. Aynan Otaturkchilar bilan. Bosh vazir o'rinbosari sifatida imkon boricha kengroq maydonda harakat qildi. Masonlikni qonunan taqiqlash tashabbusi, musulmon davlatlar bilan aloqalarni kuchaytirish, Falastinni qo'llash va eng muhimi Isroilga qarshi ochiq tanqid. Ammo u anglamagan narsa bor edi. Isroil qizil chiziq. 1980-yilga kelib u xalqni Isroilga qarshi namoyishga chaqirganida armiya yana joyingda tur dedi. Kenan Evran boshchiligida yana harbiy to'ntarish, konstitutsiya bekor, partiyalar yopildi, Erbakan qamaldi. 80-yillar yana dahshatli sekulyar repressiyalari bilan o'tdi. Arxiv videolarda ko'rasiz, hijob taqqan turk ayolini o'z vatanida faqat ro'mol tufayli qanday xo'rlashganini. Universitetdagi mas'ul ayol erkin bo'lsa sochini ochishi kerak degan darajada tor tafakkurga ega. 1984-yilda hijobga rasmiy taqiq qo'yildi. Faqat boshi yopiq bo'lgani uchun qizlarni o'qishdan ham mahrum qilishdi. Otaturk zamonida ishlashdan chetlatilganidek endi o'qishdan ham chetlatishdi. Maqsad ilmni faqat sekulyarlarga monopoliya qilish. Musulmon o'lkalarida o'z xalqiga qarshi bunday urushni faqat dushmanlar boshqargan hukumatlar qiladi. Ko'plab qizlar ilm olish uchun g'arbga ketishga majbur bo'ldi. Ular orasida Erdo'g'onning o'zi ham qizi bor edi. Yana bir talaba tibbiyot o'qiyotgan Marva Kavakchi. U ham Amerikada o'qidi. Hijobi unga u yerda hech qanday to'siq bo'lmadi.
Erbakan taslim bo'lmadi. 3 yil o'tib Rafoh partiyasini tuzdi. 1996-yilda saylovda yutib, nihoyat bosh vazir bo'ldi. Musulmon davlatlari bilan katta ittifoq qurmoqchi bo'ldi. Armiyani ko'nglini olishga ham urindi. Men ham sekulyarman deb ko'rsatdi. Qo'rqib Isroil bilan ham kelishuv imzoladi. Ammo foydasi bo'lmadi. Sekulyarlar yana ko'chani va matbuotni qo'zg'atdi. Erbakan qon to'kilmasligi uchun iste'foga chiqdi. Rafoh yopildi. U yana partiya tuzdi. Fazilat 1999-yilda yana saylovga kirishdi. Aynan shu pallada Marva Kavakchi Turkiyaga qaytdi. Fazilatdan deputat bo'ldi. Hijobi bilan parlamentga kirib keldi. Xalq hayratga tushdi. Tarixga aylangan voqea. Xalq saylagan bir ayol faqat boshini yopgani uchun parlamentga kira olmaydi. Agar yalang'och kirsa, tinch bo'larmidi? Mamlakat larzaga keldi. Oxir-oqibat Kavakchi yana Amerikaga qaytishga majbur bo'ldi. Harvardda o'qishini davom ettirdi. Vatanidagi hukmdorlar esa fuqaroligini tortib oldi. Uni vatan dushmani deb e'lon qildi. 2001-yilda Fazilat ham yopildi. Erbakan yana taslim bo'lmadi. Saodat partiyasini tuzdi. Sekulyarlar uni ham yopdi. Keyin uni 77 yoshda qamoqqa tashlashdi. U siyosatdan umrbod chetlashtirildi. 2011-yilgacha shu taqiq ostida yashadi. Erbakan tajribasi. Ikki odam ham fikrda bahslashsa ham bir narsani tan oladi. Erbakan buyuk, matonatli, sadoqatli kishi edi. U suvni harakatlantirdi. Sekulyarlar haddidan oshmasin deb qo'rqitdi. Musulmon siyosatchilarni jasoratga o'rgatdi. Bularni demokratiya va qonun doirasida qildi. Ammo yetarlicha siyosiy manevra qila olmadi. Mana shu yerda Erbakanning shogirdi Rajab Toyyib Erdo'g'onning iste'dodi namoyon bo'ldi. U va safdoshlari o'tmish xatolardan o'rganib, Erbakan, Menderes, Nursi, Albanno barchasining orzularini amalga oshirdi. Qanday qilib? Nimalar bilan? Qanday strategiya bilan? Bilaman, juda qiziqyapsizlar, lekin men ham sizni charchatmoqchi emasman. Shuning uchun javobni kelasi qismga qoldiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.